Do'stlar, mana standartli Buxorodagi filialga yetib keldik. Bu yerda Bug' va Shohif akamlar yangi olib boribdilar. Aka, hozir skratda ishlayapsiz, oyoq kiyimda birinchi qavatda ishlayapsiz, to'g'rimi? Qanday tutmaysiz? Charchash yo'qmi? Yo'q, charchash yo'q. Lekin harakatingiz zo'r aka. Ajoyib emas, bir kun kelib bitta filialni ham olib boshqarib ketsangiz, ha? Nasib. Niyat bormi shunaqa? Harakat shunga. Harakat shunga, bitta filialni olib boshqarishga. O'zingiz nima bilaysiz, boshqara bilasizmi? Bitta filialni olsangiz, sizga berilsa. Boshqaramiz. Boshqarasiz, niyat bor. Niyat bor. Harakat shunga qarab ketyapti. Nasib. Yo'q. Ko'ramiz, agar qachondir akamlar haqiqatan birorta filial akamga berilsa, harakatlari yaxshi, shu payt shu videoni eslatib cho'rib qilib qo'yamiz keyin. O'zi kelishdi. Qaytchi ularga filial olmagancha. Ha, tamam. Bo'lsa-aka. Bu esa shu o'zini ijodi. Qanday maqlabsiz? Videodan ko'rib ketyapti. Deganlar ulib qo'yib qo'yibsiz. Bu ham Shohruh aka ideyasi.